Gaz ta'minoti sifati ularning soz holatda bo'lishiga bevosita bog'liq. Shu boisdan yilning sovuq faslida ham uzilishlarsiz yetkazib berilishini ta'minlash uchun reja asosida gaz tarmoqlarida ta'mirlash va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Bu kabi chora-tadbirlar yaqinlashib kelayotgan sovuq mavsumda aholining gaz ta'minotida uzilishlar bo'lmasligi, aholining kundalik turmushi va ishlab chiqarish jarayonlarining barqaror davom etishini ta'minlashga xizmat qiladi. Viloyatimizda energiya resurslaridan noqonuniy va samarasiz foydalanishni oldini olish bo'yicha targ'ibot-tashviqot ishlari olib borilmoqda. Iste'molchilar bilan profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Bundan tashqari tuman va shahar viloyat shtablari tashkil qilingan bo'lib, tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda energiya resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari o'tkazilmoqda. Shu bilan birgalikda Xorazm viloyatidagi joylashgan tadbirkorlik subyektlarida tabiiy gazdan foydalanish ahvoli o'rganilganda 26 ta holatda 5 milliard 396 million so'mlik noqonuniy tabiiy gazdan foydalanish holatlari aniqlanib, hujjatlar tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim qilingan. Elektr energiyasi va tabiiy gaz iste'molchilaridan energiya resurslaridan oqilona foydalanishlarini so'rab qolamiz. Kuz-qish mavsumida aholining gazga bo'lgan ehtiyoji ortadi. Bu borada tabiiy gaz iste'molchilarini bir maromda gaz bilan ta'minlash uchun kerakli choralar ko'rilmoqda.